Salom do'stlar, yaxshimisizlar? Har doimgidek men Kalparkin 673. Bola bir yil oldin bir gayni urib yubordim va u gay o'ldi. Men keyin BMW'mni sotdim va yana ko'p ishlar bo'lib ketdi. Hozir men taksi qatnayapman do'stlar. Lekin bir yangilik, u gayni o'rniga yana bitta gay kelgan do'stlar. Agar u men bilan chiqishmasa, u bilan ham netorib qolamiz do'stlar. Hozir do'stlar Cleanspot'ga tushirib bo'ldi tushdi do'stlar. Hozir yana bironta klient qaraymiz do'stlar. Shunday gap, mana do'stlar hozir taksi qatnayapmiz. Bu yoqda odam kam yo'q, kilometr kam yo'q ekan, nima qilsa ekan. Tirikchilik qilish kerak-ku do'stlar. Agar biron joydan hozir bironta odam chiqib qolsa olib ketardik do'stlar. Manaki. Qo'y 5 kishi. Mining. Ketasizmi? Ketasizmi? Bu bola aytyapti, moshin bozorida oldiga borib qo'ying gap. Ammo hozir biz qoida buzdik bolalar. Salgina. Klientimni tushirib olay bolalar. Bolalar mana hozir biz moshin bozoriga kelyapmiz. Mersim sotay yoki bironta mashina olay. Bola Matizcha bor ekan, nima qilay olaymi yo'q. Matizcha men faqat BMW istamayman bola. Shuning uchun Matizcha asta bola yuramiz shahar ko'chalari. Qizilda o'tdim bolalar, ko'rgan bo'lsangiz. Mana shundayman. Faqat gay chiqib qolmasa bo'ldi deydi. Porachiga yoqib burilamiz. Porachiga o'tdik. Bolalar bilasizlar, gay bo'lmagan payt qonunga rioya qilamiz. Gay bo'lgan payt qonunga sal rioya qilmaymiz do'stlar. Qalasa bosamiz. Shunday. Bola. Stop. To'xtang. Bu doktorga yo'qoldi. Komandir. Men siz palasana boksib o'rdingiz. Shtraf qancha uni komandir? Shtraf 100,000. Yo'q, 100,000 emas. 5 million. Bo'ldi. Odamlarga xavf yetkazaman. Mayli, mashinangizga mining, shtrafnoyga boraylik. Menga o'tiring. Yo'q, men mashinamga boraman. Sizga qanaqa maqsad keladi? O'tiring. Ketmoqchimisiz? Orqaga yuring. Da, komandir, shu oling. Komandir, sizga mansub, men topish. Menga tushunasizlar. Foto'zarlikka yo'l qo'ying. Komandir, siz menga ishonmaysiz. Bitta joyda dam olganda turing.
Komandir. Ben sizni shtrafnoy izlamani. Kiryapman komandir, ishxonangizga kiring. Keyin tez, qoidabuzarlik qilmang. Bo'ldi komandir. Jarimasi 20 milliondan boshlab 30 milliongacha bo'lishi mumkin. Taksichilikda siz bunday pul topolmaysiz. Komandir, eshigi qayerda bu shtrafnoyizdi? Eshigi bir yo'qmi? To'xtang. Qarang, ana yerda anaqa buzi yotibdi, qoida buzi yotibdi. Ular bilan keyin gaplashamiz. Qanaqiz komandir? Keldim men. Qayerga ketdingiz? Bu yoqqa keling. Shtrafnoydaman komandir. Shtrafnoyda emassiz siz. Mana komandir. O'ylagan holda qoidani buzmang. Ishxonangizga keling. Kelayotganman. Mayli, men ketdim komandir. Keling aslo. Keldim komandir, siz yo'q ekansiz. Qayerda? Men kirib keladigan joydaman. Men qochib ketdim komandir. Ya, sal ketaymi? Komandir, sog' bo'ling komandir. Aqlingizga yetsa tutib oling komandir. Bola kechasi bo'ldi, bir bola keldi poyga. Javobchi Asilbek Gaya yo'lida bola katta ko'chaga poyga o'ynayapmiz. Gaya bo'lsa bugun problema bo'ladi do'stlar. Stop. Bu yerda nima bo'lyapti? Qochjon, bola gay bor ekan. Men hozir shuni bitta poygani o'ynaydi. Bola tars ketaman. Gay bor ekan. Asirbek, qoching, gay bor ekan Asirbek. Asirbek, orqangga Stop. Poyga. Poyga mumkin emas. Senlar. Asirbek, voy, bile, mashinam urib taraman, mana bu o'lib qolganman. Voy, bile, bola mashinam urib taraman. Voy, bola mashinam urdimi? Yuring Asirbek, qochdi Asirbek. Yetolmas Asirbek. Men qochdim Asirbek. Komandir. Bu ikkita tillanchi bonkada o'ynab, qoidabuzarlik qilib, shuna qilib 150 mingga tushdi. 150 millionga tushdi. Ularda endi hech qanaqa shans bo'lmadi. Ularning mashinasiga men GPS o'rnatib qo'ydim. Ular meni qayerdan kelayotganimni bilolmaydi. Yaxshi. Asilbek, bekindingizmi? Stop. To'xta sen. Topib oldim Asilbek. Keling, GPS o'rnatilgan. Davay, men topib ol, komandir, qanday tushunding?
sening mashinangga GPS o'rnatilgan. Komandir, GPSing optalagan 4 kun bo'lyapti-yu. Kartangga qarachi bo'lakan. Qo'ylig'izlik qilib, bundan qochding. Bo'lakan. Endi yaqina Komandir. 200 millionga tushdim deyaver. Biz bolakay emasmiz, komandir. Siz bolakay. Sen haddingdan oshyapsan. Qarang, sizni laqillab yuribman-ku, komandir. Erkak og'zingda turasanmi? Bo'ldi, komandir, shtrafnoyni to'layman-ku siz. Mana qizilda mana to'xtadim, men qizilda o'tyapman mana aka. Nima shtrafnoya bor? Da qancha to'lashing? To'xta. Qancha to'lashim kerak, komandir? Bu yog'ina borganda bilasan. Yana qamab qo'yasizlar. Короче, komandir usha olsangiz, mana shu mashina sizniki. 200 million. Qamalmaydi. Agar bormasang 200 million. Komandir, siz bilan xayrlashishimizga to'g'ri keladi. Qizim qochdim. Mayli, komandirni oldiga boraylik. Mayli. Men boryapman hozir shefni oldiga. Xafa bo'linglar shef, keyin pattishga bo'lmaydi bolalar. Bolalar, videomiz ikkinchi qismi bu. Agar uchinchisi chiqsin desanglar, like bosinglar. Voy, avariya bo'ldimi bolalar? Voy. Shefni kelmasdan boraylik. Do'stlar, sizlarga maslahatim, obuna bo'lib qo'yinglar shu kanalimizga. Do'stlar. Dur, ikkalan. O'zingizlarga qilmaslar, mashinangni chekiga ol. Mashinadan. Orqamdan yur. Jarimaga. Ketyapsan sen. Komandir, men qochdim. Mashinangni. Qancha jarima to'lash kerak, komandir? Bilmayman, ketding. Yuring. Bu yerda radarlar bilan. Nomerim yo'q-ku, radarlar olmaydi, komandir, o'ylamang. Zaten men seni ko'rdimmi? Siz meni ko'rmayotgan, komandir. Qayoqqa kel? Qochmoqchimisan? Bolakay, men ham chiqdim. Komandir. Men hech qachon birovga pul to'lamaganman. Senaryo o'zgargan-yu. Do'stlar, bugungi ikkinchi qismimiz davomi chiqsin desanglar, like, komment bosib qo'yinglar. Mana ki Asilbek qochyapti. Komandir keldi mana do'stlar. Agar ikkinchi qismi chiqsin desanglar,
Like, komment bosib qo'yinglar. Kanalga ishtirok Albatta urmaysizmi? mayga bos, Melih. Like bosishsa ishtirok urmaysizmi bizga? Harakat qilamiz. Давай.